Assalamu alaikum aziz podpischilar. Biz navbatdagi obyektimizga keldik. Полностью чистка профилактика. Airfil 36 kW. Görüşleriniz mümkün. Polni hamma detallarini geçip aldık. Görüşleriniz mümkün hiç ahvolda. Hozir bir azali suvdamda rashiddagi bak buzilmagan ekan. 1-2 atmosfera pozitivdan berdik. Görüşleriniz mümkün hamma narsalarga geçtik. Menda görüşleriniz mümkün shunday ahvol. Zakoniyatni to'xtatadi videoni oxirida. İşten keyingi ahvolni hozir tushirib tashlaman. Görüşleriniz mümkün ichki ahvolga kelyapti gidrobloklar. Yana bu tarafı. Hamma narsasini oldik. Hozirda kislotani tushiramiz-da. Ketib yo'llatamiz. Teplobmenlik. Endi tavan detallarni ko'rishingiz mumkin. Вторичный теплообменникni issiq aylanadigan tarafı olmazdi qilgan. Ko'rishingiz mumkin. Mana tozalaymiz. Metalning ichida uyning egasi xudo xohlasa issiq suvdan foydalanaman deb tushuncha